O'zbek she'riyatining osmonida yulduzdek porlagan, millat dardini dildan kuylagan shoirlardan biri bu Rauf Parfidir. U 1943-yil 27-sentyabr kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida oddiy dehqon oilasida dunyoga keldi. Shoirning bolalik yillari urushdan keyingi og'ir davrlarga to'g'ri keldi. Ammo qashshoqlik, hayot sinovlari uni ruhini bukolmadi. Aksincha, qalbida she'riyat chirog'ini yoqdi. Uning ilk she'rlari yoshlikning beg'ubor tuyg'ularidan tug'ilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda ijodda vatan taqdiri, xalqning orzu-armonlari, erkinlik va ozodlik g'oyalari tobora kuchliroq yangray boshladi. Rauf Parfi 1960-1970-yillarda adabiyot maydoniga dadil kirib keldi. O'zbek she'riyatida o'zgacha bir ohang, o'zgacha bir ruh paydo bo'ldi. Shoirning Sabo, O'zbekiston, Yurak, Tug'ilish, Ruhlar isyoni kabi she'riy to'plamlari xalqning qalbiga yo'l topdi. Uning satrlarida shunchaki so'zlar emas, balki yurak, qon, qalbning nidosi, millatning iztiroblari mujassam edi. Shoir inson qalbining eng nozik tuyg'ularini ham kuylay olardi. Uning muhabbat lirikasida ham chuqur iztirob, sof samimiyat, insoniylik mujassam. U hayotini sevgan insonni qadrlagan, biroq haqiqatni so'zlashdan qo'rqmagan shoir edi. Shoir umrining so'nggi yillarigacha ijoddan to'xtamadi. U 2005-yil 25-dekabr kuni olamdan o'tdi. Ammo uning satrlari hanuzgacha o'quvchilarni o'ylashga, izlanishga, vatan va erkinlik haqida mushohada qilishga chorlaydi. Shoirning she'riyatga insoniylik, vatanga muhabbat, ozodlik orzusi o'chmas bo'lib qolgan.